One ID mobil ilovasi xavfsiz, tezkor va ishonchli identifikatsiya. Endi raqamli hukumat tizimidagi shaxsga doir ma'lumotlaringizni boshqarish yanada tezkor va xavfsiz bo'ldi. Buning uchun hoziroq mobil qurilmangiz turiga qarab, Google Play yoki App Store'dan One ID mobil ilovasini yuklab oling. Avval tizimda ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, albatta bir martalik ro'yxatdan o'tib qo'ying. Ilovaga kirish uchun My ID yoki mobil ID orqali avtorizatsiyadan o'ting. Biz My ID orqali kirishni tanladik. Tegishli maydonlarga biometrik pasport yoki ID karta seriyasi va raqamini, tug'ilgan kun sanasini kiriting. Davomida yuz orqali shaxsingizni tasdiqlang. O'zingiz uchun maxsus PIN kod o'rnatib qo'ying. Mana siz endi tizimdasiz. Kerakli tashkilot xizmatidan foydalanish uchun ma'lumotlarni boshqarish bo'limiga o'ting va ko'rsatilgan tartibda xizmatni faollashtiring. So'ngra zarur tashkilot nomi qarshisidagi qulf belgisini bosib, ruxsat bering. Ishingiz bitgach esa qulfni yana bir bor bosib, ma'lumotlaringizni yopib qo'ying. One ID ma'lumotlaringiz nazorati o'z qo'lingizda.